Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Mana biz Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana shunday 70 mamlakatdan mehmonlarimiz kelib, hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirish, har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Mana bizning Buxoro ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti, 7 pirlar makoni. Mana shu 7 pirlarimizdan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Mana bu yerda bizning 70 mamlakatdan hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizni 7 pirlarini ziyorat qilishga, Buxoroy sharifimizni tarixiy obidalari bilan tanishga 70 mamlakatlardan o'zimizning Buxoroy sharifimizda O'zbekistonimiz Andijon, Namangan, Farg'ona, turli viloyatlaridan Bolgariya, Latviya, Litva, Estoniya barcha mamlakatlardan 70 mamlakatdan mana bu yerga bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zlari ham qutlug' dargohga borib, xalqimizni duo qilib keldilar. Biz duogo'y otaxon, onaxonlarimizni, haj uylarimizni ochib, men ham Buxoro viloyat, Buxoro tuman, Mustaqillik mahalla Yangiobod 46-uyda yashovchi Ikromova Safiya Murodovna 23-yil 9-noyabrdan 23-noyabrgacha haj umra safarlariga borib, xalqimizni duo qilib keldik. Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning 7 pirlaridan biri Hazrati Bahovaddin Naqshband. Bahovaddin Balogardon. Mana bunday 7 pirlarimizning biriga 70 mamlakatlardan hozir kelib, turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni kutib olish, mehmonxonalarni kengaytirib, bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro xalqimiz azaldan mehmondo'st xalq. Mana bu bizning Buxoro viloyat, Buxoro shahar 7 pirlarimizdan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandiga xush kelibsiz. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz ulug' avliyolar yurti, Ibn Sinolar yurti, 7 pirlar makoni. Mana bu yerga hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev turizmni rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirish, mana shunday oilaviy tadbirkorlikni har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Mana bugungi kunda mana bunday bizning 7 pirlarimizdan biri Hazrati Bahovaddin Naqshbandining mana shunday biz Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizning Hazrati Bahovaddin Naqshbandi mana shunday 7 pirlarimizdan biriga xush kelibsiz.
Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro viloyat, Buxoro shahar 7 pirlarimizdan biri Hazrati Bahovuddin Naqshbandiga xush kelibsiz.